Hammaga salom. Bugun savol javob. Qaysi birini ko'proq xohlarding degan. Tanlagan bo'larding, скорее всего. Qaysini tanlarding? Har kuni erta turib nonushta tayyorlash yoki har kuni kechqurun idish tovoq yuvish? Idish yuvish. Ertalab yaxshi turolmayman, ertalab. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Har doim haqiqatni bilib, undan aziyat chekishnimi yoki baxtli bo'lib, ammo yolg'onda yashashni? Baxtli bo'lib mayli yolg'onda. Qaysi birini tanlarding? Bolalaring tinch, lekin uy to'lib ketgan o'yinchoqlar bilan yoyilib yotganmi yoki uy toza, bolalar shovqini bilan? Ikkinchisi, shovqin, bolalarni sho'x qilgani yaxshi. Qaysi birini tanlardingiz? Dunyoni o'zgartiradigan bitta katta ish qilgan bo'lamdingiz yoki bir nechta odamni hayotini yaxshilikka o'zgartirgan bo'lamdingiz? Material dunyoni qanaqa o'zgartiraman? Hamma uchun yaxshi bo'lsa, конечно, birinchisi. Qaysi birini tanlagan bo'larding? Ertalab turib yomg'irda peshkom yurishimi yoki shovqin avtobusda ishga borishmi? Birinchisini. Yomg'irda yaxshi ko'raman. Yomg'ir shovqinida. Qaysini tanlagan bo'lardingiz? Agar o'tmishingizni o'zgartirish imkoniga ega bo'lganingizmi yoki kelajakda o'zgartirish kuchiga? Kelajakda o'zgartirish kuchiga. Потому что o'tmish o'tib ketdi, nima qilaman o'zgartirib. Qaysi birini tanlagan bo'larding? Ering har kuni ovqat pishirsa, lekin oshxona har safar urush maydoniga aylanib, to'polon janjal bilan to'lib ketsa idishlar bilan, yoki sen har kuni zo'r ovqat pishirib berasan, lekin evaziga rahmat eshitmaysan. Birinchisida уже yashab yuribman. Hurmat qiladi ishdan ketguncha. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Siz hech qachon qo'rquvni his qilmaganmi yoki hech qachon afsuslanmasliknimi? Afsuslanmaslikni. Qaysi birini tanlagan bo'larding? Qaynana har hafta mehmon bo'lib kelishinimi yoki ering bir yilda yubiley va sanalarni unutib yuborishini? Ikkinchisi. Qaynanasi bechora yaxshi bo'lmasa ham shu qizni. Qaynanam umuman ko'rmayman aslida lekin har hafta silishkim menimcha. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Siz dunyo sizni tushunsin, lekin siz hech kimni tushunmasligingizmi yoki siz hammani tushunsangiz, lekin hech kim sizni tushunmasa? Dunyo choynakka ko'p choynakka qaytarib olsangiz. Dunyo sizni tushunsin, lekin siz hech kimni tushunmasligingizmi yoki siz hammani tushunasiz, lekin sizni hech kim tushunmaydi? Конечно, birinchisi men tushunmasam ham mayli. Qaysini tanlang? Bir haftada er bilan joy almashtirib, uydagi hamma ishni qilish yoki bir haftada telefonsiz yashash? Birinchisi. Erim hamma ish qilsin. Xo'p, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Siz o'zingizni yo'qotib boshqalar uchun yashaysizmi yoki boshqalarni yo'qotib faqat o'zingiz uchun yashaysiz? Tushunmadingiz savol. O'zim uchun yashayman. Hech kim bo'lmaydi oldingda. Qizlarim ham bo'lmaydi. Unda bitta o'zingiz uchun yashash nima foydasi bor?